Setlarga borganimda ham qizlar bilan sпрос qilamanda, hazil olamiz. Misol uchun, qanaqa yigitga tegasiz deyman. Albatta, telosложенияsi zo'r bo'lish kerak, bo'ylari baland bo'lish kerak, zo'r mashina. Xullas, shikarniy hayotda, to'g'rimi desam? Ha. Endi keling, shu yigitga qanaqa qiz yoqish to'g'risida ham birpas gaplashamizmi deylik. Mani yigit formatimga deymiz. Qanaqa? Frantsuzskiy ovqatlarni yaxshi ko'raman, italyanskiy ovqatlarni yaxshi ko'raman. Shu ikkita kuxnyadan o'rtacha 8 xil ovqat bilishingiz kerak. 3-4 xil tennis yaxshi ko'raman, arabskiy, vostochniy tennislar, yevropeyskiy. Mayli, break dance ham ozgina qo'shib turing, zerikkamda o'ynab berasiz. 5-6 xil massajlarni yaxshi ko'raman. Undan keyin yon tarafdan qaraganingizda Irina Sheykka, to'g'ridan qaraganingizda kimga biron bir chiroyli bir aktrisaga o'xshab turishingiz kerak. Bo'yingiz kamida 180 bo'lishi kerak. Sizda qaysi biri bor shularni deymiz? Ana qiz jim turadimi? Hech qaysisi yo'qmi? Hozir shunda tushunishim bo'yicha siz bunaqa bolaga ham ega emassiz. Yoningizda turgan sizni baxtli qilaman degan oddiy tipichniy o'zimizda o'zbek yigitiga ham ega emassiz. Tabriklayman, siz yolg'iz ekansiz.